obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasidagi amaliy harakatlar Oltinsoy tumanidagi yangi qurilish mahallasida ham jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Ko'chalarimiz kundan-kunga rivojlanib boryapti. Obod bo'lib boryapti. Mana uylarni ko'rsangiz, shahar bilan hech qanday ajratib bo'lmaydi. Bu mahallamizda undan ziyod tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan mikro loyihalar yaratdik. Har bir hududning o'z qiyofasi bor. Ammo bu qiyofa faqat binolar, yo'llar yoki yangi inshootlar bilan emas, avvalo odamlarning turmushi, bandligi va daromadi va yashash muhiti bilan belgilanadi. Qayerda imkoniyatdan unumli foydalanilsa, o'sha yerda o'zgarish ko'zga tashlanadi. Buni Oltinsoy tumanidagi 2 mahalla misolida ham ko'rish mumkin. Obodlik nafaqat tozalik, balki ravnaq topgan tinch va farovon degan ma'nolarni ham anglatadi. Aynan obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasidagi amaliy harakatlar Oltinsoy tumanidagi yangi qurilish mahallasida ham jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Agar ushbu mahallaga biroz vaqt oldin tashrif buyurgan bo'lsangiz, hozir kelib mana bunday ajoyib do'konlarni ko'rib hayratlansangiz ajab emas, chunki qisqa fursatda 30 ta aynan tunu kun xizmat ko'rsatadigan do'konlar foydalanishga topshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu degani mahallada nafaqat to'y hashamu hasharlarda birlashadigan joy bo'ladi, balki mahalla aynan o'ziga xos yettilik asosida aholini bandligini ta'minlash, ularga ijtimoiy ko'mak berish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida ham izchil birlashadigan jamoa va uyushma hisoblanadi. Muhtaram yurtboshimizning bir so'zlari bor. Shahar bilan qishloq orasida tafovut qolmaydi degan edilar. Buning isboti mana bugun ko'rib turibmiz. Bizga tashabbusda byudjet tashkil berdilar. Tashabbus byudjetdan qancha yo'llarimiz asfalt bo'ldi, cho'li biyobonlarimiz asfalt bo'lib ketdi. Ko'chalar yoritilgan. Shu jumladan mana bizning Yangi mahallamizda mana tashabbus byudjetda mana 3,5 kilometr asfalt yutib olib, asfalt qilib tashladik. Bizim bilan mahallamiz obod mahallaga tushdim. Gazimiz bor, suvimiz bor, elektr energiyamiz bor. Bozorimiz 24 soat ishlab turibdi. Do'konlarda oq buğday nonimiz bor. Albatta buni qadriga yetishimiz kerak. Mana ko'chalarimizda qarasa, ko'chalarimiz kundan-kunga rivojlanib boryapti. Obod bo'lib boryapti. Mana uylarni ko'rsangiz, ko'ryapsizmi? Buni shahar bilan hech qanday ajratib bo'lmaydi. Mana bizning maktablarda ishlagan vaqtimizda 5-10 kilometrga qatnaganmiz. Mana hozir mahallamizda yangi maktablar qurib berilgan. Bog'chalarimiz ishlab turibdi. Albatta bu narsalar xalqimizning farovonligi uchun, farzandlarimizning kelajagi uchun, yurtning obodligi uchun qilinayotgan ishlar. Tumandagi yangi qurilish mahallasiga kirishingiz bilanoq bu yerda yangiliklar nafasi seziladi. Zamonaviy savdo nuqtalari, ta'lim va tibbiyot muassasalari, obod va tartibli ko'chalar mahallaning bugungi qiyofasini belgilab turibdi. Bu hududda 4052 nafar aholi, 972 ta oila istiqomat qiladi. Ammo mahallaning asosiy yutug'i raqamlarda emas, eng muhimi bu yerda odamlarning daromadini oshirish, bandligini ta'minlash va mavjud imkoniyatlarni ishga solishga e'tibor kuchaygan. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi yangi qurilish mahallasida 14 ta savdo nuqtasi tashkil qilingan. Bu yerda yoshlar uchun kutubxona tashkil qilinadi. Yoshlarda yana ham hunarga o'rgatish uchun qandolat sexlari, tikuvchilik sexlari va bundan tashqari oziq-ovqat mahsulotlari moslashtirilgan do'konlar bo'lib, bular 2 oy ichida qurib bitkazildi va shu kecha kunduzga to'liq ishga tushirib topshiriladi. Yosh avlodni o'sib kelishiga tarbiya qilishimiz uchun bu yerda o'quv markazlari, yoshlarimizni bilimga chanqoq yoshlarimiz bor. Bu ushbu mahallada ham ushbu yoshlarimizga bu yerda har xil o'quv kurslari tashkil etiladi. Qandolatchilik sexlari va tikish bichish savdo nuqtalari tashkil qilinyapti. Bu yerda 24 ga 7 ko'chamiz tashkil bo'lgan. Bu yoshlarimizni kelib sayohat qilish uchun yo'lakchalar tashkil qilinadi. Bundan tashqari yana tepada savdo nuqtamiz, u yerda ham 11 ta savdo nuqtamiz ish faoliyat boshlagan. Bularning barchasi har xil yo'nalishga moslashtirilgan. Bu yangi qurilish mahallasi rayon markaziga yaqin bo'lganligi uchun buni asosiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bu yerda barcha qulaylik sharoitlar yaratilmoqda. Muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan Yangi O'zbekiston qiyofasida yangi shahar bo'layotganligi uchun bu mahallani yaqinda 7,5 kilometr asfalt ishlari to'liq boshlanadi. Bundan tashqari 335 dona simyog'ochlar, elektr stullar qo'yiladi va 350 metrdan ziyodroq yopiq kabellarda jihozlanadi. To'polon suvidan toza ichimlik suvi olib kelinyapti. 5,5 kilometrda toza ichimlik suvi to'liq ta'minlanadi. Bu yerdagi barcha sharoitlar qilinyapti.
Kambag'allikdan farovonlik sari tamoyilning asosiy ifodasini mahalladagi ayrim xonadonlar misolida ko'rishingiz mumkin. Kimdir yerdan unumli foydalanib kovrak yetishtirmoqda. Yana bir xonadon sohiblari esa biogomus tayyorlash orqali daromad manbaini yaratgan. Otamurod Ergashev xonadonida har qarich yerdan unumli foydalanilayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Bu yerda o'zlari iste'mol qilishlari uchun turli meva sabzavotlar ekilgan, daraxtlar bor. Qolaversa, yana 2 sotix maydonda mana shunday kovrak o'simligi ekilganligiga guvoh bo'lib turibmiz. Albatta, bu ham qisqa fursatda o'z natijasini bersa ajab emas, to'g'rimi? Shunda agar kattarog'ini eksa 1 yil 2 yilda hosil oladi. Kichkinarog'i bo'lsa, sal katta bo'lguncha kutiladi. Taxminan mana shuncha bo'lsa bo'ldi. Har yili hosil oladi. O'rtacha 50 grammdan bersa bir donasi mingtasiga 5 kilo bo'ladi. Buni ham bo'lmaganda bir 2 so'tik joydan $10,000 yiliga daromad qilsa bo'ladi. Oddiy chuvalchang Kaliforniya deydi, o'zimizning mahalliydan farq qiladi. Oddiy molni go'ngi quritib, namlab soladi, yeb tashlaydi. Fermerlar bor, dehqonchilik qiladiganlar. 100% hammasi mana shu narsadan foydalanadi. Tabiiy oziqa bu. Masalan, shu yil proba qilib ko'rdim. Mana shu yerda 3 agat qilib ko'rdim. Hosildorlikni 11 ta oshiradi. Buni qancha ko'p bersa, shuncha yaxshi. Bitta odam joyi bo'lsa, oziqasi, molni porisini olib kelsa, 500 tonna, 600 tonna chiqarsa bo'ladi. Bu juda tez ko'payuvchi bu. Namligini ushlab turadi, bo'ldi, oddiy narsa. 1 yil hisobladim, 35-40 tonna o'rta hisobda chiqarganman. 70-80 million pul bo'ladi 1 yilga. Oltinsonning yana bir o'ziga xos jihati uzumchilik. Bu hududda uzum yetishtirish oddiy dehqonchilik yumushidan tobora daromadli yo'nalishga aylanib bormoqda. Yer, iqlim va tajriba uyg'unligi mahalliy mahsulotning o'z nomi va brendi shakllanishiga zamin yaratmoqda. Oltinsoy uzumi degan nomning bozorda tanilishi esa bu yo'nalishdagi mehnatni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Zero brend degani faqat nom emas, uning ortida sifat, mehnat va yillar davomida orttirilgan tajriba mujassam. Mahallamizda umuman hamma oilalarda mana shunday uzumlar bor desak ham bo'ladi. 400 joyga shu uzum ekkan. Endi mana tayyor bo'lyapti. Bozorga chiqarib shu 400 dan ham 15-20 million daromad qiladi. Mahalladagi yana bir muhim yo'nalish aholi bandligi va mikroloyihalar. Kichik loyiha agar u odamga doimiy daromad manbai yaratsa, katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Shu bois mahallada har bir oilaning imkoniyatini o'rganish, ishlash istagidagi insonlarga yo'l ko'rsatish va uning tashabbusini qo'llab-quvvatlash asosiy vazifalardan biri bo'lmoqda. Natijada esa yangi ish o'rni, yana bir oilaning daromadi. Bu daromad esa mahallaning iqtisodiy barqarorligini yuksaltirmoqda. Yangi mahallasi Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturiga tushgan. Dastur davomida ko'plab ishlar amalga oshirildi. 4550 ta aholi yashaydi. Mahallamizda yil boshida 114 ta kambag'al oila reyestrda turuvchi fuqarolar mavjud edi. Hozirgi kunda 30 ta xonadon kambag'al oilasidan chiqarildi. Ular har biriga tadbirkorlik yo'nalishida imtiyozli kreditlar berildi. Imtiyozli kredit asosida 2 tadan ish o'rni yaratilib, 30 ta kambag'al oiladan 60 ta ish o'rni yaratilib, ular ish bilan ta'minlandi. Bu mahallamizda undan ziyod tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan mikroloyihalar yaratdik. Bularga o'quv markazi, oziq-ovqat do'konlari, ishlab chiqarish, sartaroshxona, tikuvchilik, har xil turdagi mikroloyihalar yaratdik. Bundan tashqari ishsiz fuqarolarni o'zini o'zi band qilib, ish bilan ta'minladik. Rejalar hozirgi kunda mahallamizda 35 ta ishsiz bor. Yil yakunigacha bularni ham hammasini o'zini o'zi band qilib ish bilan ta'minlash. Bir hududda ikki xil manzara. Tuman markazidan uncha uzoq bo'lmagan Shodlik mahallasida esa yangi qurilishdagi manzaradan farqli holatga duch keldik. Mahallaga kirishingiz bilan ayrim ko'chalardagi kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Yo'l chetlari va bo'sh maydonlarda tikan va begona o'tlar o'sib yotibdi. Ayrim joylarda ariqlar tozalanmagan. Ba'zi xonadonlarning devorlari suvoqsiz. Mahalla ko'chalarida obodonlashtirish ishlari hali tizimli tus olmagani seziladi. Bayram arafasida hudud qiyofasiga alohida e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan bir paytda ayrim ko'chalarda bayram shukuhi sezilmaydi. Eng muhimi, muammo faqat tashqi ko'rinishda emas. Gaz baloni tezroq to'ldirib kelsin, gaz baloni to'ldirmaydi deyapti. To'ldiraman mahallalar.
Mahallada aholi bandligi masalasida ham hali qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'p. Suhbatlarimiz davomida ishsiz aholi uchun yaratilgan imkoniyatlar, amalga oshirilayotgan mikro loyihalar va yangi daromad manbalari haqida aniq misollarni sanab berish qiyin bo'ldi. Ayni paytda aholi uchun gaz va yo'l masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Kechasi esa ayrim ko'chalarda yoritish tizimi yetarli emasligi, tungi chiroqlarning yo'qligi ham aholi uchun qator noqulayliklar tug'dirmoqda. Shodlik mahallasi Oltinsoy tuman markazidan 12-13 kilometr uzoqlikdagi mahallalardan biri. Lekin bu yerda ham aholi juda ko'p va zich yashaydi. Shunga qaramasdan biz uylar atrofidagi mana bu begona o'tlarni, tikanzorlarni ko'rib turibmiz. Mahallada nega hali ham mustaqillik, obodlik shukuh kirib kelmayapti? Ko'chalarimizda endi bu yerga ham kechqurun hammasi qiladi. Borishi olib chiqilgan. Chunki bu yerdagi uyda hech kim yashamagani uchun endi o'zimiz qilib tayyorlaymiz uni. Bu yerda hamma ko'chalarda obodchilik qilingan. Bu yerda hech kim yashamaydi. Bu yerda yashaydi. Bular qiladi. Bu yerlar obod qilinadi hammasi. Boricha surilib, toza qilinib kechqurungacha hech narsa qolmaydi. Hozir mahallada qanday mavjud muammolar bor? Bartaraf etish kerak bo'lgan. Kattakon rahmat avvalo prezidentimizga. Mana biz og'ir mahallaga tushganmiz. Biz hozir 4,5 kilometr yo'limiz, ichki yo'llarimiz aholi gavjum joylarda chorrahaga bo'ladigan yo'llarimiz 4,5 kilometr asfaltga tushgan. Mana shu ko'chalarimiz hammasi obod bo'ladi. Yo'lni biz asfalt qilingandan keyin yo'l chetlari, obodchilarni hammasini betonlaydi 100%. Biz tayyorgarlik ko'ribmiz. Xalqimiz ham tayyor, hamma narsa tayyor turibdi. Faqat asfalt kutib turibmiz. Yo'llarni qaytadan chiroylab devorlargacha bo'lgan qismini hammasi betonlanadi. 100%. Mana shu vaqtgacha ikkita maktablarni o'qimizga yutib olganmiz. Maktab qurgan, hozir bitta maktabimiz bor. Qishki stadionda. Hozir xalqimiz so'rab turibdi. Keyin gaz muammosi bo'lyapti. Ko'chalarni tanlab olganmiz, 7likka bo'lganmiz. 7lik har biri ko'cha bilan shug'ullanyapti. Har bir aholi bilan prezidentimiz topshirig'i bo'yicha ishlayapmiz hozir ko'chalarda 7lik bilan mavjud kamchiliklarni biz reja qilib olganmiz. 15 kun ichida biz tugatamiz hammasi ko'chalarda ishlar tugaydi. Xo'sh, bir tumanning o'zida, bir mahallada yangilanish va tashabbus, boshqasida esa hali yechimini kutayotgan muammolar bo'lishiga sabab nima? Mavjud muammolarni bartaraf etish, aholi bandligini ta'minlash, yo'l, gaz va tungi yoritish chiroqlari masalalarini hal qilish bo'yicha qanday aniq rejalar belgilangani bilan qiziqdik. Aynan Oltinsoy tumanida 54 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 10 tasini og'ir toifadagi mahalla sifatida kiritilgan. Buning asosiy sababi nima? Aynan mahallalar orasida o'nlab mahallaning og'ir toifaga kirib qolishida mahalla yettiligi nega harakat qilmagan deb o'ylaysiz shu paytgacha? Bu mahallalarimizni og'ir toifadagi kirib qolganligi sababi bu yerda ishsizlik darajasi juda past bo'lgan, kambag'allik darajasi yuqori bo'lganligi sababli shu mahalla tanlab olingan, kiritilgan. Hozirda Oltinsoy tumanida jami 54 ta mahallamiz mavjud. Ular hammasida dolzarb 40 kunlikda ishlar olib borilmoqda. Jadal rivojlanish tarzida olib borilyapti hamma ishlar. Hozir 10 ta og'ir mahallamizda prezidentimiz tomonidan 3 milliard so'mdan, ikkita Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallamizga 5 milliard so'mdan hamda og'ir tumanligi 5-toifa tuman bo'lgani uchun jami 60 milliard so'm, keyin ikkita driver loyihalarga jami 107 milliard so'm pul ajratilgan. Hozir endi ko'ryapsiz, mana mahallalarimiz hammasida ishlar boshlanib ketgan. Ishlarni olib boryapmiz. Mana shu ko'chada turgan bo'lsak ham Aliboy Bo'tayev mahallasi, Shodlik mahallasida bu mahallada ham asfaltdan oldin toshlash ishlarini olib boryapmiz. Devorlarni oqlash, obodonlashtirish, mahallaning hamma ishlar olib borilyapti. Hozir narigi markaziy ko'chalarga hammasiga tungi chiroqlar qo'yilyapti. Beton ustunlarga almashtirilyapti hammasi. Simlar tortilib, bu ko'chamizga ham asfaltini qilyapmiz, yoritish chiroqlarini ham qo'yib joy-joyida ta'minlaymiz uni. Qanchalik darajada tez-tez mahallalarga kirib turasiz mana shunday aholining murojaatlarini o'rganish bo'yicha, mavjud muammolarni tahlil qilish bo'yicha? Endi meni kunlik vazifam o'zi ertalab shu soat 5 dan shu mahallalardan boshlanadi. Birinchi shu Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarga kiraman. Undan keyin og'ir toifadagilarga, keyin kunlik ishlar davomida har bir mahallaga kiraman. Masalan, har kuni kunlik qilganda soat 2 da tushdan keyin har bitta mahallada qabul o'tkazaman. Ishsizlik darajamiz yil boshida 12% edi. Hozir 10% dan pastga tushdi. Hozir kunlik ishlayapmiz, mikro loyihalar shakllantiryapmiz. Mahalla driverdan kelib chiqib, tadbirkorlik subyektlariga hokim yordamchilari orqali kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari mahalla bankirlari tomonidan ham hamma loyihalar qilinib, o'sha loyihalar bo'yicha ishlayapmiz. Kreditlarni berib, aholini ish bilan ta'minlash. Shu mahallada
tadbirkorlikni rivojlantirish uchun infratuzilmalarni yaxshilash bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Barcha kamchiliklarni bartaraf etamiz. Chunki bu yerda biz asosiy vazifamiz davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan bizga topshirig'imiz bor. Aholini kelgusida yaxshi yashashi, aholi kayfiyatini ko'tarishimiz, o'sha mahallada ishsizlikni yo'qotish, kambag'allik darajasini tushirish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Prezidentimiz hokimlar og'ir toifadagi mahallalarga borib o'sha yerda yashasin dedilar. Siz mana 10 ta og'ir toifadan qaysi mahallani tanlab olib, qayerda yashayapsiz? Men shu Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallada, o'sha yangi qurilish mahallasida shu yerda yashab, kecha-yu kunduz aholi bilan birga ishlayapmiz. Yangi qurilish. Endi bu joylarni obod qilgandan keyin lokatsiyani keyingi mahallalarga ham o'zgartiramiz. Shodlik mahallasida hali yechimini kutayotgan masalalar talaygina. Bu esa yana bir haqiqatni ko'rsatadi. Imkoniyatning o'zi yetarli emas, muhimi undan qanday foydalanish, ishni qanday tashkil etish va belgilangan vazifani oxiriga yetkazishdadir. Yangi qurilish mahallasidagi har bir yangi loyiha, har bir ish o'rni, har bir obod ko'cha bir tajriba. Endi esa asosiy vazifa ana shu tajribani boshqa mahallalarga ham yetkazish. Muammoli hududlarda esa ishni qog'ozda emas, amalda kuchaytirishdan iboratdir. Aslida bu ikki manzil bir-biridan unchalik uzoq emas. Demak, farq imkoniyatda emas, avvalo ishni qanday tashkil etish, aholi bilan qanday ishlash va belgilangan vazifalar ijrosini qay darajada ta'minlashda. Bugun Oltinsoy tumanida hududlarni kompleks rivojlantirish uchun 107 milliard so'mlik loyihalar shakllantirilgan. Bu mablag'lar hisobidan yo'llar ta'mirlanadi, elektr tarmoqlari yangilanadi, tungi yoritish tizimi kengaytiriladi, ichimlik suvi va obodonlashtirish bilan bog'liq infratuzilma yaxshilanadi. Ammo bu raqamlarning haqiqiy qiymati ular qancha mablag' ekanida emas, balki qancha odamning hayoti o'zgarishida namoyon bo'ladi. Zero 83,2 kilometr asfalt bu odamlarning uyigacha yetib borgan qulay yo'l. 1645 ta tungi yoritish chiroqlari, kechasi xotirjam yurgan oila, yangi elektr tarmog'i esa ishlayotgan korxona, barqaror suv ta'minoti esa obod tomorqa va farovon xonadon deganidir. Shu ma'noda yangi qurilishdagi ijobiy tajriba Shodlik kabi mahallalar uchun ham o'rnak bo'lishi mumkin. Muhimi har bir mahallada mavjud imkoniyatni aniqlash, muammoni yashirmasdan ko'rsatish va uning yechimini oxirigacha nazorat qilish zarurdir. Chunki islohotlarning eng katta natijasi hisobotlarda emas, mahalla ko'chasida, xonadonlarda va inson hayotida namoyon bo'ladi. Zero haqiqiy o'zgarishning eng ishonchli guvohi xalqning o'zi va uning bugungi hayotidir.